Ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistonda 2010-yillarda kuchayib davom qilgan diniy sohaga qarshi ta'qib va nazoratlar jarayonida bir qism kent kadrlari siyosiy ideya va maydonida o'zgarish bo'lib, hukumat uchun aktiv xizmat qilishdan voz kechgan va jamoatning qo'yniga qaytib kelgan. Bu kishilar 2017-yildagi cho'ng tutqunda 200-lichilik bilan ayblanib jazolangan. Dalillanishicha, ana shulardan biri Fayzavotning Terim yezisidagi sobiq kent sekretari Yasin Tursundir. Egilinishcha, Fayzavotning Terim yezisi Terim kentining sekretari Yasin Tursun o'zi payloqchilik qilayotgan diniy so'rindagi tabliğlarni anglagandan keyin odatda qatnashib kelayotgan kent va yezining kayf-safoliq ziyofat so'rinlaridan yiroqlashgan. Onundaki bu özgürüş, onun ayal balalari va urug' tuqqanlarini memnun qilgan bo'lsa-mu, doiralarda bearamchilik paydo qilgan. U 200-lichilik bilan ayblanib 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Yangi insonparvarlik nomidagi bir organning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar mahkamasining ishki hujjatiga asosan xabar qilishicha, mazkur organ Tayland hukumatining 10 yildan ko'proq vaqtdan buyon bu davlatda tutib turilayotgan 48 Uyg'ur musofirga yordam qilish talabini rad qilgan. Egilinishcha, ularning 5-i 2020-yili qechishga urinish bilan ayblanib qamoq jazosiga hukm qilingan bo'lib, qolgan 43 kishi Bangkokdagi Suan Felo ko'chmanlar tutib turish markazida nachar va tar sharoitda tutib turilmoqda. Ularning oila tavobatlari, advokatlari, hatto boshqa mahbuslar bilan aloqa qilish cheklanmoqda. Amerika qalamkashlar jamiyati 1-may kuni e'lon qilgan 2023-yillik yezziqchilik erkinligi sonliq ma'lumot ko'rsatkichi dokladida Xitoyda tutilgan yozuvchilarning 100dan eshib ketganligi qayd qilingan. Dokladdagi ma'lumotga asoslanganda dunyo bo'yicha 339 yozuvchi erkin fikr qilganligi sababidan tutilgan bo'lib, Xitoyda tutilgan yozuvchi bu sonning 3dan 1 qismini egallagan. Xitoy hukumati 107 yozuvchini turmaga tashlab, mahbus yozuvchilari eng ko'p davlatga aylangan. Shuning bilan birga Sharq Turkistonda rasmiy statistikalarga kirgizilmagan, ammo turli shaklda tutib turilayotgan nurg'un yozuvchi shoirlar bor. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, Xi Jinping 5-10 may oralig'ida Fransiya, Serbiya va Vengriyada rasmiy ziyoratda bo'ladi ekan. Bu Xi Jinpingning bu yilgi tunji qitimliq chet el ziyarati, 3-qitimliq Fransiyaga ziyarati, 2-qitimliq Serbiya ziyarati va tunji Vengriya ziyarati hisoblanadi ekan. Germaniya avtomobil şirketi BMW Xitoyga yana 2 milliard 760 million dollar mablag' soladiganligini va bu mablag'ning Xitoyga bo'lgan bog'lanishni kuchaytirganligini e'lon qildi. Egilinishcha, bu shirkat Xitoydagi yerlik raqobat sababidan tushib ketgan setish nisbatini yana oshirishni xohlaydi ekan. Xabar qilinishicha, Pokiston Xitoyda yana 10 dona Sayxun 4-tiplik o'tir manzillik va uzoq chidamchanlik iqtidoriga ega uçquchisiz aeroplan setilish uchun 24 million Amerika dollar qimmatida kelishim imzolagan. Fransiyada parlamentning tuvan palatasi bo'lgan Davlat Majlisida ma'qullangan eng yangi qarorda parlament a'zolari 2024-yildagi Parij Olimpik tanharakat musobaqasida imkon qadar fransuz tilini ishlatishni talab qilgan. Bu chaqiriqning markazidagi parlament a'zolaridan Anni Ginvard parlamentdagi so'zida o'zining andisini bildirib, Olimpik tanharakat musobaqasi tilimizning ta'sirini yo'qotganligini ko'rsatib berdi degan.